Assalomu alaykum. Mana bugun hayit kunimiz, jumaga to'g'ri keldi. Allohimizga shukrlar bo'lsin. Hamma bog'da marojnalar olishyapti. Odamlar xursand, ba'zilari. Kelinglar boqqa. Hamma bog'da azizlar, Farg'onamizda. Farg'onamiz barobatli. Ko'ringlar. Bugun hayit. Ben 11.30'da yo'lga chiqdim. Mana 2 soatdan beri ben piyada yuribman, alhamdulillah. Maza qilib ishimni zapravka qildim. Nima bilan? Bilinchlik bilan. Mana Ustoz. manzura bir-birimizni olaveramiz. Manzura Ya. Mani olmay turibman. nima qildi? Shoshilib ketdi, nima ham manzura. Hamma marojnaxonalar ishlashyapti. Marojna ishlayapti. Makkalar ham chiqibdi. Makkalarimiz. Bittadan yemaymizmi makka? Makkalar ham chiqibdi. Makkalaringiz qanchadan aka? Makkalar. Makkamiz 9000 aka. Yemaymizmi? $1 milligram $100, $1.200'da. Ben buna salon kilometrede kaldırdım. Ağrıdı, rosa ağrıdı. Şimdi geçmedi, orta kullanılan tablet içtim, adım valmişim. Ortasını tak kayıttı ağrıları. 3 günden keyin nimasi açıklar kayıttı. Bana bugün 4. günü. 3 gün kötü çıkmadım. Bugün bana ayağım çigeler yazılsın diye mazaklı çıkıp bana oynayıp yürüpten manzara kalmıyor. Opa bu eski sumumuz bu. Ha, Eski sumumuz, azlar. Eski sumumuz hozir korzinka bo'lib qopti, ishonch korzinka. Odamlar dam olishyapti mana archalar taylarida. Oilalari bilan. Kundan kunga yurtimiz obod bo'lyapti, o'rtoqlar. Yaxshi zamonda yashayapmiz, ko'z tegmasin. Hamma yo'q yaxshi, Allohga shukr. Hamma baxtli. Kattalarimizga rahmat. Shunchalik insonlarga shunchalik sharoitlar qilib berishyapti. Prezidentimiz sog' bo'lsinlar. Oilalari bilan tinch bo'lsinlar. Rahmat. Mana biz ham mazza qilib yuribmiz. Hamma qatori. Assalomu alaykum, kelyapman.